Alo. Assalomualaikum ana. Ha? İşler ona. İşler zaman. Sizi rahmet etmoqchiydim. İşler zaman. Katta bo'lsangiz, hojilarga Bugün vaktimga sovur. Bu hayvanlar. Alo. Alo. Assalomualaikum dada. Ne siz yaxshimi? Ha. Katta bo'lsam hajiga boraman. Oyna bok bir ara. Oh man, dada. Bak da bak. Hepiden görüşen olur. Oh. Alo. Selamünaleyküm, nasılsınız? Ne? Hemen? Ne yaxshi? Men sizni yaxshi ko'raman. Men sizni yaxshi ko'raman. Bo'ldi senga. Chivala bo'lmadi. Tabriklayapmanmi yaponlarni? Rahmat o'g'lim, sog' bo'l baxtimizga. Yaxshi o'qigin, sen yaxshi o'qisang biz xursand bo'lamiz. Sog' bo'l, men ham seni yaxshi ko'raman. Hammamiz yaxshi ko'radi, oilaviy. Enalaring yaxshi ko'radi. Hamma seni yaxshi ko'radi. Nasirbek? Hop. Akang kelyapti. Sen kelasanmi nima? Sabr kelasan. Hop. Bo'pti o'g'lim, yig'lama. Sabr bo'lib gapir, unaqa yig'lab gapirmayman bola. Gaplaring. Katta bo'lganimda sizni hojilarga yuboraman. Bo'pti, aynan sen jonim o'g'lim. Yig'lama, aynan. Juda yaxshi ko'ramiz sizlar. Ustozlaringga rahmat aytib qo'y. Rahmat homiylarga. Yaxshi o'qigin o'g'lim, 5 baholar olgin. 10 ballar olgin. Bo'pti o'g'lim, sog' bo'l. Men sizni yaxshi ko'raman. Men ham yaxshi ko'raman. Sen Allohni yaxshi ko'raman. Sen menga Allohga gapirar. Katta bo'lsa hojilarga yuboraman. Yo, bolam, kelganim.
Orzularingizni ro'yxat qilaman. Iloyim bor. Sen uchun yashayapman, o'g'lim senga ishonib yashayapman. Ishonchimni oqlayga bo'ldim, o'g'lim yaxshi o'qigin. Hop. To'g'rimi? Hop. O'qishlariga omad tilayman. Ustozlarga hurmatimdan jon sog'liqlar o'g'lim. Iloyim ular ham o'g'llarini rohatini ko'rsin. Yaxshi o'qigin o'g'lim. Hop. Ishonchingizni oqlayman. Senga ishonaman o'g'lim. Zo'r mendan. Yetti bola. Yettami? Ha. Omad tilayman, hammalarga omad tilayman. Ha, men sizni yaxshi ko'raman. Voy, men ham seni yaxshi ko'raman o'g'lim. Boringiz shukr bolajonim. Katta bo'lsam, siz xohlaganday o'g'il olaman. Inshaalloh, inshaalloh. Rahmat o'g'lim. O'zbekiston bayroqlarini yuksaklarga ko'taraman. Rahmat o'g'lim, rahmat. Qiyamayapsan, yaxshi o'qib yuribsanmi? Ha, rahmat, yaxshi o'zingizchi. Yaxshiman bolajonim, yaxshiman. Vaholanki shanba kuni kelayapsizmi? Juma kuni kelaman. Shanbadan ham avtobus jumaga ketamiz. Muloqot qilib turaydi, deysiz o'g'lim. Qilavering. Ha, to'g'ri. Sizga kelaver, men hop. Hop. Hop, to'g'ri. Allohga omonat, yaxshi o'qigan bolajonim. Xo'p, aya, rahmat meni baqqaningiz uchun. Rahmat o'g'lim. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Assalomu alaykum ona. Men sizni yaxshi ko'raman. Rahmat o'g'lim, men ham sizni yaxshi ko'raman. Kelajakda sizni orzularga boraman. Rahmat. Yaxshimisan? Ha, yaxshi. Siz yaxshimisiz? Rahmat, yaxshiman o'g'lim. Yaxshiman. Sizni yaxshisan? Shunga katta o'qiganingizga rahmat. O'g'lim, ma'lum. Hop. Ustozlarimga rahmat. Yaxshi Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Siz yaxshimi? Ha, yaxshi. Tinchlik. Men sizni yaxshi ko'raman. Rahmat, men ham yaxshi ko'raman. Katta uzangochlarda yelkamga o'tiraman. Tinchlik. Meni baqqaningizga mingraman. Xudo xohlasa O'zbekiston bayroqlarini ko'tarib yuraman. Tinchlik. O'zbek xalqim. Siz sog'lagan farzandlardan bo'laman. Sizni ishonchingizni oqlayman. Aslida hammadan onam chiroyli, onam chiroyli, onam chiroyli. Aslida hammadan onam Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshisiz?
tinchlik. Keraklar bor. Ha, men sizni yaxshi ko'raman. Men sizni yaxshi ko'raman. Nimaga peshobmi? Ha, tinchlik. Mayli bolam yaxshi yursang bo'ldi. Ehtiyot bo'lib yur. Yaxshi yur. Bo'pti. Bayramniki. Ha, Qanaqa bayramniki? ha. Tabriklaganda